Navbatdagi savol. Ustoz, men yaqinda uylandim. Men farzandli bo'lishni istayman, lekin ayolim ozgina ilm o'rganaylik, keyin farzandga harakat qilaylik deyapti. Nima qilsak afzal bo'ladi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Rasululloh aytganlar kabi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi va la ta'jiz. O'zingga manfaatli bo'lgan narsaga haris bo'l, Allohdan madad so'ra, ojiz bo'lma. Endi ilm o'rganish bu hayot vazifasi bu. Bir umr ilm o'rganiladi. Lekin agarda ilmga juda ham ishtiyoqmand bo'lib, ilm yaxshi ketayotgan bo'lsa va farzand ko'rsa, albatta ayol kishi masalan bosh qorong'i bo'ladi, o'ziga yarasha ilmi to'xtaydi. O'sha holatlar bo'layotgan bo'lsa, bir qanaqadir darajagacha yetib olay desa, o'shanga ko'zingiz yetsa, mumkin, ya'ni saqlanib turish mumkin. Lekin yo'q, ilmni buni ham farzand ko'raveramiz ham ilmdan to'xtamaymiz. Bu narsani inshaalloh bizning hayotimiz shundan iborat degan odam bo'lsa, uni bismillah, ikkosini ham jamlasa bo'ladi. Agar ikkosini ham jamlashda imkoniyati bo'lsa, jamlang deyman men aytaman. Ya'ni farzand ham bo'laversin, ilmda ham yo'lini qilinglar. Yo'q, agarda farzand ko'rsak, aniq ilm to'xtaydi. O'qiy olmay qoladi. Ayniqsa xotin kishi farzand ko'rgandan keyin baribir salbiy ta'sir qiladi. U homilador paytda ilm o'qiy olmaydi, hammasi ham o'qiy olmaydi. Bir xil ayollar juda ham qattiq taksikoz bo'lib ko'ngli aynib, umuman nimadan chiqib qoladi? Talib ilmlikdan. Tug'ib bo'lgandan keyin uni bolani emizish kerak, bolani injiqligi bor, bolani kasal bo'lishi bor, uni ustiga yana homila bo'lib qolishi bor, yana o'sha takror etadi. Qarasa bir 10 yil bola tug'ish bilan nima bilan bo'ladi-da, yoshlik vaqti o'tib ketib qoladi ayol kishini. Ko'pincha ayollarning o'qishi juda ham qiyin narsa, juda qiyin. O'qib ketib bir oson bo'lib ketavermaydi. Shuning uchun qiz bola paytida, masalan, kelinchak paytida hali bola bo'lmay turib bir mutolaalarini chiqarib olib, qaysidir bir joygacha chiqib olsa, keyin o'qishi ko'proq davom etib ketib qolganini ko'rdim men tajribada. Shuning uchun o'sha boshdagi holatda agar bir qanchadir bir ilmda bir marhala bosib o'tguncha farzanddan saqlanib turamiz deb ikkosi kelishsa, bu ham bir maqsaddir, ya'ni bu ham yaxshi fikr. Chunki bu narsa hayotda ko'rib turibsizki, albatta bu narsa o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Lekin agar u ayolning mutolaasi chiqib bo'lgan bo'lsa, endi masalan mutolaa chiqib arabcha kitob ko'ra oladigan, o'zining yo'lini topgan bo'lsa, bir silama ilmda bir yo'liga tushib ketish holati bo'ladi-da, keyin yo'l-yo'lakka ham dars qilaveradi. Masalan, dars qo'yib, masalan, haligi nimalardan eshitib ham, quloqdan eshitib ham olaveradi. O'shanday holatga chiqqan bo'lsa, endi hayot shu, ilm bilan bo'ladi. O'lguncha shu endi. Shuning uchun yoshligida tug'ib bolalarni ko'paytirib olgan ham yaxshi bo'ladi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol.